Hayotimda esda qolarli kunlarni yozib qo'yaman. Ba'zan hikoyalar to'plamini chiqarsammi deyman-u, lekin qaysidir yaqinlarim xafa bo'lishini xohlamayman. Har xil vaziyatlar tasvirlangan. Bugun boshimdan o'tkazgan ajoyib hayajon haqida gapirmoqchiman. 41 haftalik homiladorlik, kamiga teskari joylashib qolgan qizaloq bilan. Bir kun ertalab ozgina og'riq sezdim, lekin juda ham kuchsiz edi. Ishtaham bo'lmay hech narsa yemadim. 11larda raddomga bordik, tekshirishdi. Haqiqatan ham to'g'oq boshlanibdi. 3 haftadan beri men yig'lab so'rayotgan hayajon. Qornim ochligini aytdim. Doktor juda yaxshi, bola teskari joylashgan ekan. Operatsiya bo'lishing mumkin. Umuman narsa yema dedi. Kechki payt soat 5 bo'ldi. Juda ham holsizlandim. Narsa yemasam kuchim bo'lmaydi. Unda aniq operatsiya bo'laman. Iltimos desam ham ruxsat berishmadi. Kamiga yorim ham ko'zdan g'oyib bo'ldi. 20 minutlarda qaytib keldi. Yuring, ozgina piyoda yurg'izaman dedi. Doktordan homila yuragini eshituvchi apparatni uzib turishni iltimos qildi. Yetalab sekin ko'chaga olib chiqdi va o'rindiqqa o'tirg'izib, sizga ovqat olib keldim dedi. Men sevgan katta meatball sendvichni berdi. Hali issiqqina edi. Tez yeb oling. Siz operatsiya bo'lmaysiz, men bilaman. Siz eplay olasiz. Hozir kirib birga shu shirin qizchamizni olib chiqib olamiz dedi. Bo'kib yeb oldim o'zi ham. Kechki payt 10larda qattiq og'riq boshlandi. 3 soatlik azobdan keyin qizalog'imiz tug'ildi. Dadasi kindigini kesdi va hayotimizga yana ham kattaroq quvonchlar keldi.